Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti haqida o'rganamiz. Video yoqsa kanalga obuna bo'lishni unutmang. 3-kitob 48-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Bani Mustaqillik safari. Muhobara tugagach, Hazrati Umarning xizmatkorlari Jahjah bilan hazratchiliklardan birining xizmatchisi Sinon ibn Vabar quduq boshida janjallashib qolishdi. Yarim hazil, yarim chin boshlangan tortishuv janjalga aylanib, Sinon: "Ey hazratchiliklar, yordamga kelinglar" deya baqirishga tushdi. Unisi ham: "Yordam beringlar, ey muhojirlar" der edi. Olovga yonilg'i sepishga usta bo'lgan arab tabiati bu yerda ham o'zini ko'rsatdi. Pirovardida ish jiddiy tus oldi. Jahjahning bu ish shunchaki hazil bilan boshlangan edi kabi so'zlari g'ala-g'ovur ichida eshitilmadi ham. Bani Mustaliq bilan urushga kelgach, qo'shinni asl jangi bu yerda Murasiy qudug'i bo'yida boshlanishiga sal qoldi. Janobimiz darhol yetib kelib, har ikki tomonni tinchlantirdilar. Qinlaridan sug'urilayotgan qilichlar qaytib joyiga solindi. Bir-birlari bilan jang qilishga shaylanganlar quchoqlashib yarashishdi. Vaziyatga guvoh bo'lib turgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning ichiga o't tushdi go'yo. Yonidagi bir necha munofiqqa nima ishlar bo'lib ketdi-ya? Tog'dan keldilar, bog'dagini quvdilar, shaharimizga egalik qilib oldilar. Vallohi bizni bu holimiz ota-bobolarimizni to'ygan it egasini qopadi degan masalasiga to'g'ri keladi. Nonimizni yeb oyog'imizdan chalsalar, ish bu yo'sinda ortiq davom etmaydi vallohi. Madinaga bir boraylik. Albatta sharaflilar sharafsizlarni u yerdan surib chiqaradi deb vaysaydi. Ibn Salulning bo'g'zida yorilayotgan tomirlar ikki nafas olovlashi lozimligini eslatardi. Ora-sira bo'rtib turadigan kun tuyg'usi to'lib toshgan edi. Yon atrofdagilarni bir-biri ko'zdan kechirdi. Bu ishlar boshlaringga o'z qo'llaring bilan keltirgan balodir. Ularni yurtlaringga olib kirdilaring, mollaringni baham ko'rdilaringiz. Quchoq ochmaganlaringda bu yurtdan yo'qolib ketishar edi dedi. Bu so'zlar bilan u Madina idorasini qo'lga kiritajagini, bitta zarba bilan bosh bo'lib olajagini anglatmoqchi bo'lardi. Keyin esa xayolida Janobi payg'ambarimizning qo'llarida tutadigan va qani Abdumuttalibning qo'shini haydashga deya quvib qoladigandek sezdi o'zini. Shu atrofda turgan, endigina mo'ylabi sabza ura boshlagan yigitga bu gaplar yoqmadi. Ibn Salul sharafsiz deb payg'ambarimizni nazarda tutayotganini fahmladi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam o'tirgan joyiga tomon yura boshladi. Yosh bola bo'lgan paytlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning uyida qolganini esladi. Otasi Arqam janobimizni uyini ajratib bergan o'sha yillari islom dini ularni uyida tabliğ etilgan edi. Hozir esa bu yosh yigit Zayd vijdon amriga bo'ysunib Sayyidul Anbiyo janobimizni topadi va vaziyatdan u kishini xabardor qiladi. Payg'ambarimiz janjalni vaqtida bosilganidan mamnun holda Umar ibn Hattob raziyallohu anhu bilan suhbatlashib o'tirgan edilar. Ro'paralariga hurmat va hayajon bilan bir yigit keldi, salom berdi. Alik oldilar. Zayd eshitganlarini oqizmay-tomizmay aytib berganida Umar ibn Hattob jahl bilan o'rnidan turib ketdi. "Yo Nabiyalloh, aqrabosidan Abbod ibn Bashirga buyuring, bo'ynini sapchadek uzib tashlasin bu munofiqni" dedi. Sayyidul Anbiyo janobimiz Umarga qarab bunday marhamat qildilar. "Bu qandoq bo'ldi ey Umar? Unda odamlar Muhammad o'z o'rtoqlarini o'ldira boshladi deb gap tarqatishmaydimi? Bu gaping bo'lmaydi. Ammo hoziroq yo'lga chiqamiz. Payg'ambarimizning xafa bo'lganlari shubhasiz. Nega deganda kunning bu pallasida qo'shinni safarga chiqaradigan odatlari yo'q edi. Bunaqa paytda inson dam olishdan boshqaga yaramay qoladi." Biroq shunga qaramay qo'shin tez yo'lga tushdi. Avs qabilasining raisi Usayd ibn Huzayr yaqinlashdi. "Salom bo'lsin.
Sizga, ey Allohning payg'ambari, senga ham salom bo'lsin, boshingga rahmatlar yog'ilsin. Ey Usayd, noxush bir paytda tanladingiz. Ey Nabiyalloh, biz sizni bunaqa vaqtda yo'lga chiqqaningizni hech ko'rmaganmiz. O'rtoqlaringning gaplari senga borib yetmadimi? Qaysi o'rtoq va qanaqa gapni nazarda tutyapsiz yo Rasululloh? Ubay ibn Salul nima debdi? Madinaga borilgach sharafli bo'lgan sharafsiz bo'lganini surib chiqarajak deb aytibdi. To'g'ri so'zlabdi ey Allohning rasuli. Siz istasangiz darhol uni surib chiqarasiz. Allohga qasamki, sharafsiz va bechora esa udir. So'ng so'zlarini davom etib dedi. Shunga qaramay unga yumshoq munosabatda bo'ling ey Allohning rasuli. Amin bilingki Alloh taolo bizni siz bilan sharaflantirgan kunlari qavmi uni kuydirmoqchi bo'lgan tochga marjon taqishayotgan edi. Shu sababli u sizni mulkni qo'lidan olgan bir zo'ravon sifatida ko'radi. Rasululloh har bir so'z samimiy bo'lgan bu mard jasur odamga kulimsirab qaradilar. Yurish davom etardi. Zayd ibn Arqam orqali payg'ambarimizga yetgan xabar ayiblanib yana Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning qulog'igacha bordi. Rasulullohning yonlariga keldi. Ey Allohning payg'ambari, Zayd ibn Arqam sizga men aytmagan ba'zi gaplarni yetkazibdi. Holbuki bu gaplardan mening hech ham xabarim yo'q. Bunday so'zlarni aytmaganimga qasam ichaman dedi. Yonidagilar uni qo'llab-quvvatlashdi. Yo Nabiyalloh, Zayd hali yosh bola, yanglish tushungan, yanglish anglatgan bo'lishi mumkin. Ehtimol aytilgan gaplarni esida saqlay olmagan. Sizga kelib bo'lar-bo'lmas so'zlarni aytgan. Payg'ambar janobimiz og'iz ochmadilar. Shu bilan bu masala yopilgan bo'ldi. Aslida bunday issiqda qo'shinni yo'lga chiqarishning sababi odamlarni bunday masala bilan band bo'lishlariga yo'l qo'ymaslik edi. Hazrati Umar radhiyallohu anhuning Ibn Salul haqida Rasul akramga aytgan so'zlari Ibn Salulning o'g'li Abdullohga borib yetdi. Tezda faxri olam huzurlariga bordi, salom berdilar. Ey Allohning payg'ambari dedi. Otamdan deb naql qilingan ba'zi so'zlar tufayli uni o'ldirishni o'ylayotganingizni eshitdim. Agar haqiqatdan shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, bu ishni menga qo'yib bering. Darhol otamni boshini sizga o'zim keltirayin. Abdullohning so'zlarini samimiyat va fidoyilik tuyg'ulari bezab turardi. Ey Allohning payg'ambari, butun hazratchiliklar yaxshi bilishadiki, bu qabila ichida otasiga mendanda yaxshi munosabatda bo'lgan va bog'langan, otasini mendan ko'ra ko'proq sevadigan kimsa yo'q. Agar boshqa bir odam otamni o'ldirsa, o'zimni tutolmay, u odamga zarar yetkazib qo'yaman deya qo'rqaman. Bu holda bir kofir evaziga bir mo'minni o'ldirib jahannamga kirib qolaman. Nabiy akram unga taskin berdilar. Yo'q, ey Abdulloh, aksincha, to otang biz bilan birga ekan yaxshi munosabatda bo'lamiz. Abdulloh ko'ngli ko'tarilgan holda ketdi u yerdan. Zayd qiyin ahvolga tushgan edi. Ibn Salul yoshiga yarasha savlat bilan keldi. Janobimizning yuzlariga tikka qarab qasam ichdi va masala hal bo'lgan edi. Ammo qasam icharkan uyalmadi, qiynalmadi. Shuncha kishi guvohligida og'zini ko'pirtirib aytgan gaplaridan qasam icha tonayotganida vijdoni hech qanday ovoz bermadimikan? Bu yetmaganday amakisi kelib, ishning pachchavasini chiqarding. Qaytdagi faxri koinot janobimizni xafa qilganing, jahllarni chiqarganing qoldi. Buni ustiga nomingni ham yolg'onchiga chiqaradigan tuhmatchi degan nom orttirding deya unga ozor berdi. Zayd ko'rgan bilganlarini yana bir bor ko'z o'ngiga keltirdi. U yetkazgan xabar xayol emasdi, tush emasdi, ammo rad qilinishi mumkin bo'lmagan bir haqiqat hali bor bo'lsa ham o'sha yerda hozir turgan hammani bu ishini ochiq aytishlari edi. Endigina o'sib kelayotgan yosh yigit qarshisida yoshli boshli shuncha kishilar bor edi. Ular ham Ibn Salul qasam ichib aytayotgan gaplarni to'g'ri deb guvohlik berishayotgandi. Zaydni tomog'iga nimadir tiqilganday bo'ldi. Nafas olish qiyinlashdi. Ko'ngli parishon bir ahvolda keta boshladi. Ittifoqo qulog'iga tegingan bir qo'l uni hushiga keltirdi. Qarasa ro'parasida Faxrul Mursalin sallallohu alayhi vasallam turar edilar.
u zot Zaydning qulog'ini yumshoq silab qo'ydilar. Nabiylar sarvari bir so'z aytmagan bo'lsalar ham, kulimsirab turganlarini o'zi Zayd uchun xushxabar bo'ldi. Hatto Zayd bu voqeani bir necha yillar keyin tushuntirar ekan, hatto o'limsiz dunyoda yashash mujdasi ham meni bunchalar quvontira olmasdi der edi. So'ngra Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu yetib oldi. Rasululloh senga nima dedilar? Hech narsa, faqatgina qulog'imni yengilgina tortdilar va kulimsiradilar. Mujdalar bo'lsin senga ey Zayd, dedi-yu Abu Bakr yo'lida davom etdi. Zayd qanaqa mujda, nimalar bo'lyapti o'zi deyishga ham ulgurmay qoldi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham kelib shu gapni so'radi va so'zlarini aytdi. Endi Zayd tushkunlikdan qutulib dadilroq qadam bosa boshladi. Suvga cho'kay deb turganida qutqarib qolingan va erkin nafas olgan odamday edi. U shu damda nihoyat bomdod namozi o'qildi. Sayyidi koinot sallallohu alayhi vasallam namozdan so'ng ushbu oyatlarni o'qidilar. Hamma jon qulog'i bilan tingladilar. Ey Muhammad, qachon munofiqlar sizni oldingizga kelsalar, guvohlik beramizki, siz shak shubhasiz Allohning payg'ambaridursiz derlar. Alloh darhaqiqatda siz o'zining payg'ambari ekanligingizni bilur. Yana Alloh u munofiqlarni shak shubhasiz yolg'onchi ekanliklariga guvoh berur. Ular o'zlarini musulmon ekanliklari haqida ichgan yolg'on qasamlarini qalqon qilishib olib odamlarni Allohning yo'lidan to'sadilar. Ularni qiladigan ish amallari naqadar yomondir. Bunga sabab ularning tillarida iymon keltirib, so'ngra dillarida kofir bo'lganlaridir. Bas, ularning dillari muhrlab qo'yildi. Endi ular iymonning haqiqatini anglay olmaslar. Qachon siz ularga boqsangiz, ularning jismlari, ko'rinishlari, kiygan kiyimlari sizni hayratga solur. So'zlaganlarida esa so'zlariga ohangdor fasohatli bo'lgani uchun berilib quloq solursiz. Lekin ularning dillari iymon va yaxshilikdan xoli bo'lgani uchun ular go'yo devorga yo'llab qo'yilgan chirik yog'ochlarga o'xshaydilar. Ular yuraksizlari sababli har bir qichqiriq ovozni ustilariga tushayotgan biron balo ofat deb gumon qiladilar. Ular dushmandirlar. Bas, ulardan ehtiyot bo'ling. Ularni Alloh la'natlagay. Qanday adashmoqdalar qachon ularga kelinglar, Allohning payg'ambari sizlar uchun mag'firat so'rar deyilsa, albatta ular boshlarini burib keturlar va siz ularni kibr havo qilgan hollarida yuz o'girishlarini ko'rursiz. Ey Muhammad, siz ular bilan mag'firat so'radingizmi yoki mag'firat so'ramadingizmi? Ularga barobardir. Alloh ularni hargiz mag'firat qilmas. Albatta Alloh bunday fosiq va itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Ular o'zlarining tobe'lariga, Allohning payg'ambari huzuridagi kishilarga infoq ihson qilmaganlar, toki ular tarqalib ketsinlar deydilar. Holbuki osmon va yer xazinalari yolg'iz Allohnikidir. Lekin munofiqlar buni anglamaslar. Ular qasamki, agar Madinaga qaytsak, albatta kuchlilar kuchsizlarni undan quvib chiqarur derlar. Holbuki kuch-qudrat Allohnikidir, uni payg'ambarinikidir va mo'minlarnikidir. Lekin munofiqlar buni bilmaslar. Ey mo'minlar, na mol dunyolaringiz, na bola chaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohga ibodat qilishdan yuz o'girtirib qo'ymasin. Kimki shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Sizlarni har biringizga o'lim kelib, u Parvardigorim, meni ozgina muddat hayotda qoldirsang, men xayr sadaqa qilish, solih bandalardan bo'lsam deb qolishdan ilgari biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qilingiz. Chunki Alloh biron jonni ajali kelgan vaqtida vafot ettirmasdan qoldirmas. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Oyatlar o'qib bo'lingach, hammalarini taqdirlovchi nigohi Zayd ibn Arqamga yo'naldi. Ibn Salul esa nafrat to'lib toshgan qarashlariga nishon bo'ldi.